Men chiroyli emasman, burnim qiyshiqmi degan fikrlar 1-2 yilda sizda ongingizga o'rnashib qolmaydi. Bu sizda yoshligingizdan beri singdirib kelayotgan travmalar hisoblanadi. Sen chiroyli emassan, seni burning kichkina, seni burning qiyshiq, seni ko'zing katta, seni bo'ying uzun, senga qanday qilib erni topamiz? Sen umuman er olmaydi seni, sen umuman ham aqlli emassan. Seni labing buni qiyshiq. Kecha oynaga qarasam, nimadir yetishmaydi-da menga. Oxiri yoshira boshladim. Yuzimni tonalli kremlar bilan, har xil makiyajlar bilan, tabassum bilan, чтобы menda nimadir yetishmayotganligini, ko'zim kattaligini, burnim qiyshiqligini yoki bo'lmasa второй подбородокim borligini, semizligimni, чтобы hamma bilmasligi uchun har xil filtrlardan foydalana boshladim. Instagramlarda o'zimni rasmimni tushirsam, rasmga qarasam yoqmayman. Qaysidir tomonim qiyshiq, qaysidir tomonim asimetriya. Go'zallik bu Instagramda har xil filtrlarga o'zini rasmga tushirish, videoga olish yoki bo'lmasam kosmetologik har xil protseduralarni qildirish emas, balki ichki tomondan o'zingizda qanchalik darajada go'zalligingizni tan olish. O'zingiz semizmisiz, ozg'inmisiz yoki bo'lmasam yuzingizda asimetriya bormi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz kosmetologik protseduralarni qildirib, mana shu nedostatkalarni to'g'rilashdan oldin, chunki siz ichki tomondan o'zingizda qabul qilishni o'rgansangiz, ana undan keyin kosmetologik protseduralarni qilib, o'zingizda yuzingizda nedostatkalarni to'g'rilasangiz, ana o'shanda siz o'zingizda to'laqonli baxtli hamda chiroyli his qilasiz.